Assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli dindoshlar, hurmatli payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni sevuvchi zotlar. Alloh hammalaringni shunaqangi ulug' dargohlarga qadamlaringni bossin. Alloh taoloni bu suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni shu Madina Munavvaradagi Masjid-i Nabaviylarida Allohning namoz o'qishiga barchamizga nasib qilsin. Odob uchun, ibrat uchun aytamiz, mana oyoqdagi poyabzallarni ko'plari kiyatib, haqillatib tashlaydi. Guvohi bo'lyapmiz. Afsuski, e'tibor bermaymiz. Ehtiyot qilib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga hurmat yuzasidan qanchadan qancha mana o'tgan podshohlar, xususan Abdulhamidxon boshchiligidagi poyezd yo'l olib kelishlari ham, tagiga kigiz qo'yib olib kelgan, taqillatmasdan, ovoz chiqarmasdan, bu yerdagi mana havo sovutgichlarimiz motorlarini 7 kilometr, 8 kilometr payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga ozor bo'lmasin deb tashqariga qo'yilgan ekan. Hammalaringni shunga chaqirib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.